Rossiyanikini haydadingiz, Xitoynikini ham haydadingiz. Endi Yaponiyanikini ham bitta haydab ko'rasizmi deyman. Nissan Altima'ni 2025-yilga egasiga o'zgar. Uni rostagazim eski bo'li, yaxshi tushunishadi. 2,5 atmosfera motor bo'ladi. 2025 bu maxluq bitta qaraganda oldidan nima modelligini topa olasizmi jigar. Haqiqiy M8 Competition bu. Shuda 17-18 yoshimni 25-27 yoshga olib chiroyli ko'rinadi. Hozir 27 ga kirganda 30-35 yosh.